begunoh bolani o'ldirding-ku dedi. Keyin hikmatini eshitganidan keyin aytdi qissani oxirida. Agar bu bola katta bo'lganida dedi Xizr alayhissalom, kufr ma'siyatga kirib ketar edi, ota-onasi ham bu bolasiga ergashib kufr ma'siyatga kirib ketar edi. Endi Alloh taolo bu bandani olib qo'yib turib bu bolani boshqa solih farzandni berdi dedi. Mana endi bu yerga ota-ona bolasi o'lib qolgan paytda dunyodagi eng katta musibat o'shalarning kim edi? Nimaga kichkina bola edi-yu deb turib tushuna olmayotdimi? Endi qiyomatga borganda mana shu bolani o'lishigidagi hikmatni tushunib turib, qalbi erib ketadi Parvardigoriga hamd aytib. Musibat kelganda qarangda, undan kattarog'i ham bor edi, u kelmadi, yengillik keldi. Hamd aytasiz, yutuqdasiz. Millionni yo'qotdingizmi? Yana 9 million turibdi-yu. Bitta oyoqda qaradingizmi? Ikkinchisi turibdimi? Demak, ey Xudo, men senga nimani yozuvdim?